Arzon narxda uy izlaganlarga Qarshi shahar Yangibozor atrofidan Afsona gaz stansiyasining yonida joylashgan 4 qavatli domni 3-qavatda joylashgan, o'rtada joylashgan bir xonali uyimiz, remontlar yaxshi holatda turgan uyimiz sotuvda. Endi ko'rsatadigan bo'lsak, hamma narsasini tashlab ketaman deyishyapti. Narxi arzonchi narxda. Asosiy eshigimiz, eshiklar almashgan, aboylar bo'lgan zal, bu yerda sanuzolimiz, oshxonamiz. Sanuzoldan boshlaydigan bo'lsak, hamma narsasi yangi qo'yilgan, baklar bor, 24 soat suv keladigan qilingan. Aboylar yopishtirilgan, tepalar natijnoy bo'lgan, hamma narsasini ko'rishingiz mumkin. Xolodilnik hamma narsasi qoladigan. Narxiga arziydi. Endi zallar ham hammasi qoladi. Aboylar, natijnoylar, bu yerda esa balkon bor, balkonda ham ko'rishingiz mumkin. Remontlar yaxshigina holatda. Hamma narsasi ajoyib, tashqi taraflarni ham ko'rib o'tishingiz mumkin. Endi bu yerda konditsionerlar ishlab turibdi. Hamma narsasi joy-joyida. Mana shu xonadonimiz 3-qavatda joylashgan xonadonimiz sotuvda. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol kelib ko'rib olishlari mumkin. Egalarining nomerini pastda qoldiraman. Bizga like bosib ketinglar va podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'lib qo'ysin. Mana shunday uy izlaganlarga jo'natib qo'yamiz va narxiga keladigan bo'lsak, narxini 270 million so'm deyishyapti. Yana kelib, bemalol kelib egalari bilan qo'lini ushlab baraka qilib ketishlari mumkin. Savdosi bor.